Mo'min odam bunaqangi tarbiyasiz, odobsiz bo'lmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikkita qabr oldida to'xtab qoldilar-da, mana bu ikkita qabr egalari azoblanyaptilar dedilar. Ular odamlar katta gunoh emas deb o'ylaydigan ish sababli azoblanyaptilar dedilar. Odamlari ko'pchiligi bunga beparvo bo'lardi. Ha, bu katta gunoh emas-ku deb qilishadigan gunoh sababli azoblanyaptilar dedilar. Ulardan biri siylikdan saqlanmas edi dedilar. Ha, hojatxonaga kirib siyib darrov yana ichki kiyimlariga tekkizib shunaqa qilib beparvo bo'lardi. Yoki bo'lmasa ko'p ko'cha-kuylarda ko'rib qolamiz. Katta odamlarimiz tikka turib siyib shunda ishtonni kiyib ketaveradi kiyimni. Ana shunda erkak kishini siydigi shundoq siygan bilan chiqib ketmas ekanda. O'sha siydik yo'llari sekin oxirgi tomchilari ham qolar ekanki, u 50 qadam, 100 qadam yurgandan keyin 4-5 minut o'tgandan keyin sekin oxirgi tomchilari chiqib ketar ekan. Shuning uchun tahoratda shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Tahoratxonaga kirib tahorat qilsak, ozgina yurishimiz bilan yana siydik tomchilari chiqib tahoratimiz ketadi. Biz o'zimizcha tahorat oldik deymiz, lekin tahoratimiz singan bo'ladi. Namoz o'qiyapmiz, tahoratsiz namoz o'qiyotgan bo'lamiz. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tiborli bo'lish kerak. Ko'cha-kuyda o'ng kelgan joyda tikka turib siyib ketavermaslik kerak. Mo'min odam bunaqangi tarbiyasiz, odobsiz bo'lmaydi. Vaholanki bunga bee'tibor bo'lganlar nima bo'lar ekan? Mana qabr azobiga duchor bo'lar ekan. Ikkinchisi dedilar, chaqimchi dedilar. Chaqimchi, g'iybatchi til bilan mana shu gunohlari qilganlar dedilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi hali qurimagan xurmo novdasini olib 12 ga bo'ldilar va har bir qabrga bir bo'lagini siqib qo'ydilar deydilar. Va aytdilarki, ehtimol bu ikkalasi quriguncha ularning azobi yengillashtirilar deb Imom Buxoriy rivoyatlarida mana shu hadis sharif keltiriladi. Demak, azizlar, qabr azobiga sabab bo'ladigan gunohlardan biri siydikka bee'tibor bo'lish, ikkinchisi chaqimchilik, g'iybat, bo'xton, tuhmatlar. Shu til bilan qilinadigan gunohlar.